Assalomu alaykum barchaga. Fermer Ahmadov kanali obunachilari. Bugun Xudo xolasa 27-mart, hafta kuniga juma. Anchadan beri video qo'ya olmadik. Bu uchun uzr so'raymiz. Xo'p, bundan keyin inshaalloh qo'ldan kelgancha ko'proq videolar chiqarishga harakat qilamiz. Xo'p, o'rdaklarimiz ham tuxumga kirib qoldi, Xudo xolasa. Hozir ko'rsatib o'taman. Bittasi tuxumga kirdi. Bu 5 tasini nariga qo'yib qo'ydim. Sababi bu yangi kelgan xo'roz biz bilan urushyap turadi. Alohida qilib qo'ydim. Hozir ularni ko'rsatib o'taman. Tuxum tug'adigan joylarni betga ko'chirib qo'ydim. Eslarda bo'lsa mayda turardi. O'tgan safar yomg'ir yoqqanda maydadan ochiq yomg'ir o'tib katilar qurib ketgan ekan. Chunki bu tomonga yopib qo'ydim tuxum tug'adigan joylarini. Hop. Bitta 7 ta makon, 2 ta xo'roz ajratib qo'ydim. Mana teva degan xo'roz. Hop, hozir endi narigadan ko'rsatib o'taman. Shu beshalasini bitta alohida qilib olib qo'ydim. 2 ta xo'roz urushyapti. Oxiri iloji bo'lmadi, qo'shilib ketisholmadi. Shunga alohida qilib ajratib qo'ydim. Oqlarimiz turadigan joyga. Oqlarni boshqa tandirtaga olib qo'ydim. Hozir ulardan ko'rsataman. Bittagilar ham tuxumga kirishgan. Ko'rishinglar mumkin, 5 ta tuxum yiqqan hozircha. Bittasi tuxumga kirgan. Mana shu oqi tuxumda hozir. Oq boshi. Qolganlar kirgani yo'q, lekin hammasi harakatda tuxumga. Xo'roz ishlayapti, xudo xolasa. Tez kunlarda kirib ketib qolishadi qo'yganlari ham. Ularni anchadan beri qo'yib yuborganimiz yo'q. Chunki yerlar chopilib, agatlar olindi. Buzib tashlashadi hozir qo'yib yuborsa hamma yoqda. Shunga katening ichida turishibdi. Nima aytdi biz oqlarimiz? Tandirtaga ham qo'yganman bularni. Ko'rishinglar mumkin. Oq xo'roz. Ular hali tuxumga kirgani yo'q lekin xo'rozni kim bosib ishlayapti. Quyonlarni bir qator ko'rsatsam. Bundan oldingi videoda biz aytib o'tgandek, quyon keti olib kelaman degandim. Shularni olib keldim. Hozir bir qator quyonlar ko'rsatib o'taman. Bu tomonda 3 ta xonasi bor, bular hozircha bo'sh. Mayda sherkalla quyonimiz bor. Uni erkak quyonga qo'shganmiz. Ularni 8-mart kuni qo'shganman. Mayda yana bitta bor. Bular hashaki. Keyin mayda babishka quyonimiz bor. Bu ham qo'shilgan. Bular 2-mart kuni erkak quyonga qo'shganmiz. Bitta o'zimiz eski xigol quyonimiz. Bu bola bergan hozir. Ishda bolachalari bor. 9 ta bola berdi bu. Xudoga shukr. Kecha tuqqan. 2 kun oldin 25-mart kuni bola berdi bu. Mayda bu yana yangi quyon olib chiqdim. Buni ham erkak quyonga qo'shib qo'ydim. Yakshanba kuni olib chiqqanman buni. Bitta o'zimiz eski velikan quyonimiz. Bu ham tug'ish kerak. Kunidan o'tib ketyapti. 25-26-ga tug'ish kerak edi. Shu bugun 27-chi, hali bola bergani yo'q. Lekin junlarini yulib qo'ygan, tug'ishga tayyor. Hali lekin tuqqani yo'q bu. Mayda Kaliforniya quyonimiz bor. Bu ham babishka quyonimizdan bir xil vaqtda qochirilgan. O'sha 1-2-mart kunlari. Uni tug'ishiga hali 5-6 kun vaqti bor. Lekin tug'adigan joylarni tayyor qilib qo'ygan, yullarni yulib qo'ygan shu. Xudo xolasa bu ham o'sha 5-6 kun ichida bola beradi. Hop. O'zimiz eski erkak quyonimiz Kaliforniya. Hozirgi kunda ko'rsatgan quyonlarim hammasi shu quyonimizdan qochgan. Zo'r ishlayapti bu. Xudo xolasa urug' yetkazib berishi zo'r. Bitta yana bitta yoshroq quyonimiz bor. Buni bittasi beradi. Buni ham alohida qilib boqyapman. Men ham xudo xolasa 2 oydan keyin erkak quyonga qo'shsa bo'ladi. Hozir 2,5 oylik bo'lib qo'ygan quyonimiz. Quyon katelarimiz holati shu. Xudo xolasa bu ham tug'ib qolish kerak bugun. Tug'sa video qilib chiqaraman buni ham. Keyin babichkamiz tug'ish kerak. İşte bolalar bor buni.
Lekin bunun bolalari hozircha sotuvda yo'q. Chunki hammasining zakazi bor. Bir odam olaman deb qo'ygan. Sotuvdagi bo'lsa aytamiz, xudo xolasa. Lekin hozircha sotuvda quyonimiz yo'q. Ko'pchilik o'rdalarimiz tuxumga kirmayapti deb kommentariy yozishyapti. Biznikilar ham mana endi kirishni boshladi. Kunlar isigan sari tuxumga kirishyapti. Bizda ham faqat bir donasi tuxumda. Mana shunisi tuxumda. Qolganlari lekin hali kirgan yo'q. Ichida tuliklari ham bor. Shu bilan birga mana bir xilda. Lekin bular ham hali kirgan yo'q. Yemini yaxshi berib tursanglar, dog'li tuxumga kirib ketadi. Keyin erkak xo'rozlarni alohida qilib ajratib, makonlardan chiqarib olib turib, shu 1-2 kun makka bersanglar ham xo'roz ishlashi yaxshi bo'lar ekan. Menga shuni tavsiya qilishadi, maslahat berishadi. Shuni qilib ko'rdim, lekin zo'r ishlayapti. Boshqa alohida qilib chiqardim tashqariga, o'ziga alohida qilib don sachib berdim makkani o'zini. Keyin makonlar ichiga qo'yib yubordim, zo'r bosishyapti. Bir kunda 3-4 mahal ko'raman shu xo'roz bosayotganini. Uni umuman bosmaslik sizlarda o'zi aytganman. Bu ham lekin sekin-sekin makon bosishga harakat qilyapti. Bu ham dog'lasa har kuni chiqarib makka berib turibman, keyin yana qamab qo'yapman. Bu ham dog'lasa makonlar bosishga o'rganib oladi. Keyin yana bitta maslahat berib o'tib ketaman. Agar endi o'tkalaringga makka berayotgan bo'lsanglar, makkani to'xtatib turinglar. Chunki makka semirtiradi. Bularni yog' bosib qoladi, keyin tuxum qo'yishmaydi. Shuning uchun makkani to'xtatib, bug'doy berib tursanglar, yalnız mana yashil o'tlar chiqyapti. O'shalardan yulib olib kelbersanglar, ariqda bo'yda o'siydiganlardan, ashi ham zo'r tuxumga kirgizadi. Keyin hammasi dog'li tuxumga kiradi. Xudo xolasa shu bilan bugungi videomiz ham tugadi. Bugun qisqacha bitta video qilib qo'ydim. Xudo xolasa yana to'liqroq video qilib chiqaraman. Kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa sizlarga manfaatli bo'lgan videolar chiqarishda davom etamiz. Hammaga rahmat.